Bunday mazali taom uchun har doimgidan ham ko'proq duo olsam kerak-ku. Tuxumni chaqib, o'simlik yog'i, tuz solib yaxshilab aralashtirib, quymoqlarni pishirib olamiz. Idishga qiyma, mayda to'g'ralgan piyoz, qirg'ichdan o'tkazilgan kartoshka, murch, tuz, chesnok solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan qiymamizni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib qo'limiz bilan shakl berib, quymoqlarimizga o'rab olamiz. Taomimiz yanada mazali bo'lishi uchun bittasini o'zini, qolganini labnet va rojniy sirdan surib o'rab chiqdim. Xohishga ko'ra smetana, mayonez, ketchup solib o'rasanglar ham bo'ladi. Menda 400 gramm qiymadan 13 ta quymoqli kotlet chiqdi. Ustiga sariyog' bo'laklaridan joylab pechimizga pishirish uchun yuboramiz. Agar yonda garniri bo'lsa, bittasiga bitta odam to'yishi aniq. Men guruchni pishirib, mayda qilib to'g'ralgan svetofor bolgarskiylar bilan bezak berdim. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.